Hozirda ko'pchilik ChatGPTni qidirish yoki oddiy ma'lumot olish uchun sarlavha yoki tekstlar uchun ishlatishadi. ChatGPTni qanaqa ko'p imkoniyatlari borligini tasavvur qila olmaydiganlar ham juda ham ko'p. Hozirda siz ChatGPTni atigi 10%igina ishlatyapsiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, uni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni va undan barcha ma'lumotlar olishni o'rganasiz. Hatto ChatGPTni ishlatmaydiganlar uchun ham foydali va tushunarli bo'ladi. Men sizga 5 ta usulni ko'rsatib o'taman, oxirgi ikkitasi sizni lol qoldirishi aniq. Birinchi usul chuqur qidiruv. Keling, ko'p uchraydigan muammodan boshlaymiz. ChatGPT tez javob berish uchun ba'zida noto'g'ri yoki kerak emas ma'lumotlarni beradi. Bu muammoni ilovaning ichiga kirib to'g'rilasangiz bo'ladi. Ilovaga telefondan yoki kompyuterdan kirasiz. Men kompyuterdan kirdim. Chetida plus belgisi bo'ladi. Shuni bosib, глубокое исследование ustiga bosasiz. Bunda sun'iy intellekt maksimum bor ma'lumotlarni chuqur qilib, aniq ma'lumot berishni boshlaydi. Masalan, men universitetga topshirmoqchiman. Unga shunaqa yozib buyruq bersam bo'ladi. Menga bakalavrda o'qish uchun O'zbekistondagi eng kuchli top 5 ta universitet haqida to'liq ma'lumot ber. Ularning o'qitish sistemasini, qanday tarzda qabul qilishini, qaysi fanlarda imtihon bo'lishini, IELTS kerakmi yoki yo'q, ularning afzallik va kamchiliklarini to'liq ma'lumotni jadval ko'rinishda qilib ber deb unga buyruq beraman. Sun'iy intellekt botda barcha eng aktual bo'lgan universitetlarni jadvali va reytingini sizga chiqazib beradi. Uni barcha har xil mavzularda so'rasangiz bo'ladi. Shunaqa prompt qilib va sizga 5-10 minutda chuqur analiz qilib, necha kunlab ketkazgan vaqtingizni bu orqali siz tejasangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, hozir bu yerda universitet jadvalini chiqazib berdi. Bu saytlari bilan birgalikda chiqazib, bemalol saytga kirib, universitetlar haqida yanada to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ikkinchi usul personalniy nastroyka, ya'ni shaxsiy sozlash usuli. Ko'pchilik ChatGPT begona odamdek gaplashishga o'rganib bo'lishgan, sun'iy intellekt kimligingizni, qanaqa javoblar yoqish-yoqmasligini bilmaydi va har safar o'zingizni boshidan tanishtirishingizga va sizga to'g'ri keladigan javob berishga to'g'ri keladi. Buni to'g'rilash uchun pastdan nastroyka bo'limiga o'tib, personalizatsiya bo'limiga kirib, производительский услуги degan joyiga bosasiz. Sizga ChatGPTning miyasi panel управления ochiladi. Birinchi navbatda pastdan включить для новых chatов belgilaysiz. Psevdonim degan joyga o'tib ismingizni yozasiz. Sun'iy intellekt sizni ismingiz bilan chaqirishi uchun. Keyingisi nima ish qilishingiz va kim bo'lib ishlashingiz to'g'risida maksimum ma'lumot berasiz. Oddiy SMM chiqmasdan marketolog, infobiznes kursi prodyuseri va hokazo deb to'liq ma'lumot bersangiz, shuncha sizga aniq javob beradi. Пользовательский instruksiya joyiga qanaqa sizga ma'lumot berish haqida aytasiz. Ba'zi stil va toningizni o'zingiz xohlagandek qilib belgilaysiz. Какой личностью должен обладать ChatGPT ga kirasiz va o'zingizga to'g'ri kelgan variantni belgilaysiz. Bir marta to'ldirib qo'ysangiz, sizga shu bo'yicha ma'lumot berib, sizga moslashib boshlaydi. Va albatta, shu barcha nastroykalarni to'g'rilab bo'lganingizdan keyin сохранить qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uchinchi usul maxsus GPT funksiyasi. Tasavvur qiling, siz uchun 24/7 ishlaydigan shaxsiy assistentingiz bor va eng qiyin professiyalar uchun ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bunga dostуп olish uchun GPT Store bo'limiga o'tasiz. Bu xuddi App Store ga o'xshaydi, faqat bu sun'iy intellekt uchun aniq javoblar olishingizda ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun, poyezd degan joydan Canvadan siz prezentatsiya qilishingiz kerak yoki YouTube uchun obloshka. Oldinlari bunaqa narsalarga soatlab vaqtingiz ketadi, lekin endi buni tez qilishni men sizga o'rgataman. Shu tozda men unga nima qilishimni aytaman. Ya'ni faqat ingliz tilida buyruq berishingiz kerak bo'ladi. Переводчикка o'tamiz va unga marketing bo'yicha bizga prezentatsiya qilib berishini so'raymiz. Undan keyin so'raganimizdan keyin bizda ingliz tilida shunaqa yozuv chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, men bu yoqda bir ikkita joylarni o'zgartiryapman. Ketma-ketligini yozyapman. Sizlar ham shunaqa qilib o'zgartirsanglar bo'ladi. Bunga buyruq berdim. Bu menga shunaqa ko'rinishda prezentatsiya qilib berdi. Prezentatsiyalarni bemalol mana ochib ko'rsangiz bo'ladi. Ochib ko'rsangiz, buni o'zingizni tilingizga o'girasiz va ma'lumotlar kiritasiz. Sizga tayyor prezentatsiya bo'lib beradi. Endi esa ikkinchisiga misol qilib olamiz. Logo creator deb siz yozasiz va sizga tayyor logotip qiladigan funksiya ochiladi. Logotip qilishingiz kerak, lekin dizaynerga pul sarflagingiz kelmayapti. Shunda siz ChatGPT ga zadacha berasiz va sizga 1 minutga qolmay bir qancha variantlar beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Men o'sha kiyim brendi uchun 5 xil variantda logotip yasab berish
berishini so'radim. Menga shunaqa har xil qilib yasab berdi. Men buni bemalol endi o'zim ham profilimda ishlatsam bo'ladi. 5-10 minutga qolmay yechimingizni hal qilib beradi. Keyingisi Humans degan funksiya, bu ham GPT Store'da bor. Bu funksiya zo'r informatsiya beradi, xuddiki sun'iy intellekt emas, rostakasm odamdek inson tilida tushuntiradi va sizga tekst qilib beradi. Undan oldin siz yangi stranichka ochasiz va ChatGPTga marketing strategiyasi haqida, uni to'g'ri qilish haqida 3 ta ketma-ketlikni aytib ber deb poyezd qilasiz. Sizga xuddiki robotda yozib berishi mumkin. Shu yozganingizni skopировать qilasiz va Humansga qo'yasiz va poyezd berasiz. Xuddi odam yozgandek qilib sizga shunaqa ma'lumotlar beradi. Bu tekst tekshirtiradigan o'sha servislarga bersangiz, sun'iy intellekt emas, odam yozgandek qilib chiqarib beradi. Bu operatorlar uchun, ssenaristlar uchun, studentlar uchun juda ham kerakli instrumentdir va hamma oldingi so'ragan narsalaringiz bemalol shu yerda ChatGPTda saqlanib bo'lib turadi. Bemalol kirib, kelgan joyingizdan davom ettirsangiz ham bo'ladi. Bu aytgan instrumentlar ham siz vaqtingizni ancha tejab, ko'p ishlarda yordam bo'ladi va o'zingiz ko'p zadachalarni, ko'p ishlarni qilishingizga yordam bo'ladi va ko'pchilik insonlarni o'rnini bosadi desam adashmagan bo'laman. 4-usul Sora. Bu usul uchun ChatGPT'ni pulli versiyasi kerak bo'ladi va bu funksiya faqat kompyuterda, ya'ni web versiyada bo'ladi. Mobil telefon, iPadlarda bo'lmaydi. Agar bu funksiya, ya'ni bu prilojeniyasiz ChatGPT'da bo'lmasa, menga o'xshab veb-saytdan kirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kirganingizdan keyin o'zingiz profilingizga ulanadi va siz professional rasm va video qilsangiz bo'ladi bemalol. Bu funksiya barcha uchun juda kerakli, ayniqsa biznesi borlar uchun. Masalan, siz professional rasm qilmoqchisiz va tilli uzuv yasamoqchisiz. Uni ko'rinishini cho'tga yozasiz, faqat ingliz tilida bo'lishi kerak. Bunda sizga Google переводчик yordam beradi. Google переводчикka hamma tafsilotlarni yozasiz. Qanaqa uzuv xohlaysiz, qanaqa rangda xohlaysiz va sizga o'sha ingliz tilidagini perevod qilib beradi va mana shu rasmni yonida plus yoniga shu tekstni qo'yasiz va generate deb bosasiz. Bosganingizdan keyin sizga shu 2-3 minutda tayyor rasm qilib beradi. Ko'rishingiz bo'ladi. Mana professional rasm qilib beradi va agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu joyini editda bosib qo'shimcha qilishingiz mumkin va shu rasmni video qilsangiz ham bo'ladi. Video degan joyiga bossangiz, rasm o'zidan sizga video yasab beradi. Mana men shunaqa qilib video yasadim, ko'rsangiz bo'ladi. Bu funksiya sizni ishingizni osonlashtirib beradi. Ovora bo'lib chizib o'tirmasdan xayolingizdagi rasmni shu tariqa yaratishingiz mumkin. Endi video yasamoqchi bo'lsangiz, rasmga bossangiz, video joyi chiqadi va o'shani bosasiz. Videoni ham o'zingiz tasavvuringizdagi holatda perevod qilib, ya'ni Google orqali yozib video yasasangiz bo'ladi. Masalan, bahor faslini tasvirlashingiz mumkin. Daraxtlarni qanaqa bo'lishini, qimirlashini, shamol bo'lishini, qanaqa rangda bo'lishini, hammasini o'sha tasvirlab yozib kiritasiz va formatlarini to'g'rilab generate'ga bossangiz 1-2 minutda sizga tayyor video qilib beradi. Shu tariqa bemalol professional video yasasangiz bo'ladi. Oxirgi 5-usul Canvas rejimi. Juda ham kerakli, hamma uchun kerakli, ayniqsa student, kooperatorlar uchun juda ham foydali funksiya hisoblanadi. Ko'chirishdan va uni to'g'rilashdan charchagan studentlarga juda ham kerakli. Bu ChatGPTning yangi funksiyasi, u sizni o'rningizga referat, prezentatsiya yozib, kerak emas joylarni to'g'rilab berish xususiyatiga ega desam ishonasizmi? Savolingizni yozishdan oldin Canvas deb yozib, keyin savolingizni yozib poyezd qilasiz. Masalan, men hujayra o'yini tuzish haqida to'liq ma'lumot so'radim, referat qilib bergin deb. Va sizga tayyor ensiklopediya qilib chiqarib beradi. Siz kerak emas joylarni o'chirib, redaksiyalash qilsangiz bo'ladi va o'zingizni ideyangizni qo'shsangiz bo'ladi. Yozib bergan tekstini kerakli joyini belgilaysiz va sizga shunaqa joy chiqadi. Sprosit ChatGPT deb shunga tushunmagan joyingizni qisqartirgin yoki osonroq qilgin, tushunarliroq qilgin deb aytsangiz, sizga osonroq, tushunarliroq qilib yozib tushuntirib beradi. Funksiyani pastida bunaqa funksiyalari bor. Kirib ko'rsangiz, masalan, mana bu funksiya izmeniyani o'zgartirishi, bu funksiya tekstingizni analiz qilib, sizga yanada yaxshi qilsa bo'lish variantini beradi.
bo'ladi, sizga yordamchi redaktor bo'lib beradi. Bu funksiya abzatslarni uzun kaltaligini to'g'irlashga yordam beradi. Xohlasangiz uzun qilasiz, xohlasangiz kalta qilasiz. Keyingi funksiyamiz chitение funksiyasi. Bu sizni auditoriyangizga qarab tekst yoki referatingizni moslab beradi. Ya'ni agar siz magistratura uchun qanaqadir formal, qiyin terminlar bilan bo'lishni xohlasangiz, shunga yarasha qiyin temada referat qilmoqchi bo'lsangiz, shunga moslaydi. Agar bo'lib osonroq, soddaroq bo'lishni xohlasangiz, pastdagilarga o'sha osonroq, soddarog'ini belgilab, to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Shunga qarab sizga referatni yozib beradi. Bu finalniy proverka funksiyasi. Bu referatingizni oxirida yana bir bor proverkadan o'tkazib beradi. Grammatический xatolari, imlo xatolari bo'lsa, to'g'irlab, tushmagan so'zlarni to'g'irlab, yakuniy holatiga keltirib beradi. Mana bu oxirdagi funksiya smiley qilib qo'yib beradi. Kerakli joyini belgilaysiz va u o'zi shunaqa emojilar qo'shib beradi. Men hammasini belgilab olganimga menga juda ham ko'p emojilar qo'shib yubordi. Siz o'zingizga kerakli joylarni belgilab bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Canvas bu tekstlar bilan, ssenariylar bilan ishlaydiganlar uchun kerakli topilmasam adashmagan bo'laman. Bu oddiy ChatGPTdan sizni yordamchingizga aylangan funksiya juda ham kerakli, foydali. Albatta buni ishlatib qo'llab ko'ring. Sizlar uchun yana oxirida bitta surpriz tayyorlagandim. Yana bitta funksiya haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu tasks. Bu tasks juda ham kerakli narsa deb o'ylayman. Siz o'zingizga har kun ertalab budilnikda sizga qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bu sizni task yordamchi deb ayta olaman. Masalan, men har kun ertalab soat 10 da xalqaro bozordagi va marketing bo'yicha eng muhim yangiliklar haqida o'zimni ChatGPT'imdan so'rayman va men unga budilnik qo'yib qo'yganman. U menga har kuni ertalab 10 da yangi ma'lumotlarni yuborib turadi. Albatta bu ingliz tilida bo'ladi, lekin men uni o'zimga tarjima qilib, to'g'irlab, bemalol ma'lumotlarni o'qiyman. Уведомленияni agar sizga yoqmasa, o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz yoqtirsa ham bo'ladi. Albatta, siz ham agar kerakli ma'lumotlar haqida har kuni bilmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir faktlar to'g'risida bilmoqchi bo'lsangiz, quruq qolib ketmaydi desangiz, shu tasks funksiyasidan foydalanib ko'ring. Agar sizga foydali bo'lsa, men juda ham xursand bo'lgan bo'laman. Bu funksiyalarni barchasidan to'g'ri foydalansangiz, ChatGPTni o'zingizga kerakli, foydali instrument qilib olsangiz bo'ladi. Har kunlik hayot tarzingizda, ishingizda, o'qishingizda juda ham kerakli instrument hisoblanadi. Agar bugungi videom sizga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va albatta bugungi instrumentlarni o'zingizda sinab ko'ring.